Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Bugun men juda muhim mavzuni tushunarli qilib izohlab beraman. Yangi qabul qilingan qonun odamlar orasida tarqalayotgan mulk huquqini olib qo'yadi. Uyimni tortib olishadimi? Yerimdan ayrilib qolamanmi degan xavotirlar nimaga asoslangan? Qaysi holatda xavf bor? Qaysi holatda esa odamlar bekorga vahimaga tushyapti? Bu ma'lumot har bir uy egasi, yer egasi, do'kon, garaj, dala hovli, kvartira, noturar joy yoki meros mulki bor inson uchun juda muhim. Videoni oxirigacha ko'ring, chunki bitta hujjat yetishmasligi ham ba'zan katta muammo tug'diradi. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosing, chunki men sizga vahima emas, amaliy va tushunarli yo'l yo'riq beraman. Avvalo eng katta savolga javob beraman. Yangi qonun yoki qonunchilikdagi o'zgarishlar oddiy fuqarolarning qonuniy ro'yxatdan o'tgan uyini, kvartirasini yoki yerini shunchaki olib qo'yadimi? Yo'q. Agar sizning mulkingiz qonuniy rasmiylashtirilgan bo'lsa, kadastr hujjatlari joyida bo'lsa, mulk huquqi davlat ro'yxatidan o'tgan bo'lsa, soliq va kommunal masalalarda katta nizolar bo'lmasa, hech kim ertaga kelib bu endi davlatniki deb olib qo'ya olmaydi. Lekin masala shundaki, yangi tartiblar mulk huquqi bilan bog'liq ayrim xavfli holatlarni aniqroq tartibga soladi. Aynan shu joyda odamlar hushyor bo'lishi kerak. Oldin qanday edi? Oldin ko'p odamlar uy joyini sotib olgan, lekin notariusdan o'tkazmagan. Kimdir yer olgan, lekin kadastr qilmagan. Kimdir qo'shnisidan 2 sotix joyni og'zaki kelishuv bilan qo'shib olgan. Kimdir eski garajni 15 yildan beri ishlatadi, lekin hujjat yo'q. Kimdir uyining orqasiga yana 2 xona qo'shib olgan, lekin loyiha va ruxsatnoma qilmagan. Kimdir meros uyini egallab yashayapti, lekin meros guvohnomasini olmagan. Bunday holatlar yillar davomida hech kim tegmaydi degan tasavvur bilan yashab keldi. Endi nima o'zgardi? Endi davlat organlari, kadastr, hokimlik, sud va boshqa idoralar mulk huquqini tasdiqlovchi hujjatlarni, yer uchastkasining chegaralarini, qurilishning qonuniyligini, mulk egasining haqiqiyligini va mulkdan foydalanish tartibini ancha qat'iy tekshiradi. Bu hammaning uyini olib qo'yish degani emas. Bu hujjatchala qurilishi noqonuniy. Yer chegarasi noto'g'ri, egasi aniqlanmagan, davlat yoki jamoat ehtiyoji uchun zarur bo'lgan joy bo'lsa, masala qonuniy tartibda ko'rib chiqiladi degani. Men bu masalada eng ko'p uchraydigan xatoni ko'ryapman. Odamlar mulk huquqi daxlsiz degan gapni to'g'ri tushunmaydi. Ha, mulk huquqi himoya qilinadi. Lekin mulk huquqi hujjat bilan, davlat ro'yxati bilan, qonuniy asos bilan himoya qilinadi. Agar siz faqat men 20 yildan beri shu yerda yashayman desangiz, bu muhim dalil bo'lishi mumkin, lekin har doim ham yetarli emas. Sud, kadastr yoki hokimlik sizdan mulkning kelib chiqish asosini so'raydi. Oldi-sotdi shartnomasi bormi? Meros hujjati bormi? Hokim qarori bormi? Kadastr pasporti bormi? Davlat reyestrida siz egasi sifatida turibsizmi? Men birinchi navbatda xavotir olish kerak bo'lgan toifalarni sanab beraman. Birinchi toifa uy yoki yer sotib olgan, lekin notarial rasmiylashtirmaganlar. Masalan, Aqmalaka 2018-yilda tanishidan $6000 hovli olgan, pulni bergan, oddiy tilxat yozilgan, kalitni olgan, ko'chib kirgan, lekin notariusga borilmagan. Kadastrda eski egasining nomi turibdi. Bugun Aqmalaka bu mening uyim deyapti, lekin davlat reyestrida uy hali ham sotuvchining nomida. Agar sotuvchi vafot etsa, uning merosxo'rlari chiqishi mumkin. Agar sotuvchi qarzdor bo'lsa, ijro hujjati bilan mulkka taqiq qo'yilishi mumkin. Agar yangi tartiblar bo'yicha tekshiruv bo'lsa, Aqmal akaning pozitsiyasi zaif bo'ladi. Demak, eng birinchi xavf aynan og'zaki yoki tilxat bilan olingan mulklarda. Ikkinchi toifa kadastr hujjati yo'q yoki eski bo'lgan mulklar. Masalan, 1995 yilda qurilgan uy bor, oila u yerda yashaydi, lekin kadastr pasporti eski chizmada uy 4 xona deb ko'rsatilgan, amalda esa 8 xona, garaj qo'shimcha oshxona va do'kon qurilgan. Yer maydon hujjatda 6 sotix, amalda 2 sotix foydalanilyapti. Bu yerda muammo shuki, hujjatda yo'q qism qonuniy himoyaga to'liq ega bo'lmasligi mumkin. Ertaga ko'cha kengaytirish, gaz quvur o'tkazish, elektr tarmog'i yoki boshqa loyiha bo'lsa, kompensatsiya faqat rasmiy tan olingan qism bo'yicha hisoblanishi xavfi bor. Shuning uchun kadastrni yangilash juda muhim. Uchinchi toifa noqonuniy qurilish qilganlar. Men bu yerda oddiy bir misol keltiraman. Farhod aka o'z hovlisining old qismida kichik do'kon qurgan, lekin ruxsatnoma olmagan. Do'kon yo'lga juda yaqin, qizil chiziqqa kirib ketgan. U yerda savdo qilib daromad olayapti. Bunday holatda do'kon meniki deb hisoblanishi uchun faqat qurib qo'yish yetarli emas. Qurilish normalari, yerning maqsadi, ruxsat, loyiha
kadastr ro'yxati kerak. Agar tekshiruv kelsa, jarima, buzish talabi yoki rasmiylashtirish majburiyati qo'yilishi mumkin. Yangi tartiblar aynan shunday chala va noqonuniy holatlarni ko'proq yuzaga chiqaradi. 4-toifa meros mulkni rasmiylashtirmaganlar. Masalan, ota vafot etgan. Uy otaning nomida qolgan. Farzandlardan biri uyda yashayapti. Qolgan aka-ukalar, opa-singillar mayli yashayver deb og'zaki rozi. Oradan 10 yil o'tadi. Keyin kimdir fikrini o'zgartiradi yoki uning farzandlari ulush talab qiladi. Kadastrda esa mulk hali vafot etgan inson nomida. Bunda uy bo'yicha sotish, garovga qo'yish, kompensatsiya olish, rekonstruksiya qilish yoki sudda himoya qilish qiyinlashadi. Shuning uchun meros masalasini keyin qilamiz deyish juda xatarli. 5-toifa yer uchastkasidan maqsadsiz foydalanayotganlar. Agar yer dehqonchilik uchun berilgan bo'lsa, lekin u yerda ombor, avtoservis yoki to'yxona qurib olingan bo'lsa, muammo chiqishi mumkin. Agar yer yakka tartibdagi uy-joy qurish uchun berilgan bo'lsa, lekin ko'p qavatli ijaraga mo'ljallangan bino qurilgan bo'lsa, bu ham tekshiruvga sabab bo'ladi. Yerning maqsadi hujjatda qanday ko'rsatilgan bo'lsa, foydalanish ham shunga mos bo'lishi kerak. Endi kimlar ortiqcha xavotir olmasligi kerak? Agar sizning uyingiz notarial shartnoma asosida olingan bo'lsa, kadastr pasporti bor bo'lsa, davlat reyestrida mulkdor sifatida siz ko'rsatilgan bo'lsangiz, yer chegaralari aniq bo'lsa, qurilishlar ruxsat bilan yoki qonuniy tan olingan bo'lsa, sizning asosiy vazifangiz hujjatlarni tartibli saqlash va tekshirib qo'yishdir. Bunday holatda qonun sizni himoya qiladi. Agar davlat yoki jamoat ehtiyoji uchun mulkingiz olinadigan bo'lsa ham, bu faqat tartib bilan, baholash bilan, kompensatsiya bilan nizo bo'lsa, sud orqali amalga oshirilishi kerak. Yana bir muhim misol. Deylik, Dilnoza opa Toshkent viloyatida 4 sotikli uyga ega. Uy 2020 yilda notarius orqali olingan, kadastr yangilangan, soliq to'lovlari bor, kommunal hisoblar o'z nomida. Bunday holatda Dilnoza opa internetdagi hammaning mulkini olib qo'yishadi degan gaplardan qo'rqmasligi kerak. Lekin u baribir kadastr xaritasida yer chegarasi to'g'ri tushganmi? Qo'shni bilan chegara mosmi? Uy maydoni hujjatda to'liq ko'rsatilganmi? Shuni tekshirish kerak. Chunki ko'p muammo mulk huquqining o'zidan emas, hujjatdagi mayda xatodan boshlanadi. Yana bir real vaziyat. Bir odam 10 sotik yerga ega, hujjatda hammasi joyida. Lekin qo'shni bilan devor 7 santimetr noto'g'ri qurilgan. 20 yil davomida hech kim e'tibor bermagan. Kadastr yangilanganda yoki elektron xarita bilan solishtirilganda bu farq chiqadi. 7 santimetr kichik tuyuladi. Lekin 30 metr uzunlikda bu 20 kvadrat metr degani. Shaharda 20 kvadrat metr yer juda katta qiymatga ega bo'lishi mumkin. Shuning uchun mening devorim eski degan gap har doim ham yetarli emas. Chegarani hujjat bilan solishtirish kerak. Endi eng nozik masalalarga o'tamiz. Birinchi nuans, davlat va jamoat ehtiyojlari uchun olib qo'yish. Ba'zan yo'l qurilishi, maktab, shifoxona, metro elektr tarmog'i, suv inshooti, ko'prik yoki boshqa yirik loyiha uchun ma'lum hududdagi uylar yoki yerlar zarur bo'lishi mumkin. Bunday holatda odamlar ko'pincha demak, mulkimni tortib olishadi deb o'ylaydi. Aslida qonuniy tartibda mulkdorga kompensatsiya berilishi, baholash o'tkazilishi, kelishuv tuzilishi, rozi bo'lmasa nizo sudda hal qilinishi kerak. Eng muhim savol, kompensatsiya nimaga qarab hisoblanadi? Odatda rasmiy hujjatlarda ko'rsatilgan mulk, yer, qurilish, yaxshilanishlar, bozor qiymati va boshqa omillar hisobga olinadi. Agar sizning qo'shimcha qurgan 100 kvadrat metr binongiz hujjatda bo'lmasa, kompensatsiya masalasida bahs paydo bo'ladi. Ikkinchi nuans. Noqonuniy qurilgan obyektni keyin rasmiylashtirish har doim ham mumkin emas. Ko'pchilik avval qurib olay, keyin hujjat qilaman deydi. Bu juda xavfli yondashuv. Agar qurilish sanitariya zonasida, gaz quvuri ustida, yuqori voltli elektr liniyasi himoya zonasida, suv muhofaza hududida, yo'lning qizil chizig'ida yoki boshqa cheklangan joyda bo'lsa, uni rasmiylashtirish imkonsiz bo'lishi mumkin. Natijada odam pul sarflaydi, bino quradi. Keyin jarima yoki buzish masalasiga duch keladi. Uchinchi nuans, sotib olayotganda faqat uyga qarash yetarli emas, hujjatga qarash kerak. Men amaliyotda ko'p ko'rganman, odam uyga kiradi. Ta'mir zo'r, joyi yaxshi. Narxi bozor narxidan 10-15% arzon, darhol pul beradi. Keyin bilsa, uyga taqiq qo'yilgan, meros nizosi bor. Yerning bir qismi boshqa odam nomida yoki uy garovda turibdi. Shuning uchun har qanday mulkni olishdan oldin kadastrdan ma'lumotnoma, notarius tekshiruvi, qarzdorliklar, taqiq va cheklovlar, mulkdorning shaxsiy hujjatlari, nikoh holati, meros masalasi tekshirilishi shart. 4-nuans.
xotin mulki. Agar uy nikoh davrida olingan bo'lsa, hujjatda faqat er yoki faqat xotin nomi turgan bo'lsa ham ikkinchi tarafning huquqi bo'lishi mumkin. Masalan, uy er nomida, lekin nikoh davrida olingan, er uyni sotmoqchi. Notarius odatda turmush o'rtog'ining roziligini so'raydi. Agar rozilik qalbaki bo'lsa yoki yashirilsa, keyinchalik bitim sudda nizolashishi mumkin. Shuning uchun xaridor ham ehtiyot bo'lishi kerak. Sotuvchi ham hujjatlarni to'g'ri tayyorlashi kerak. 5-nuans ijro qarzlari va taqiqlar. Agar mulkdorning katta qarzi bo'lsa, aliment, kredit, soliq yoki boshqa majburiyatlar bo'yicha ijro hujjatlari bo'lsa, uning mulkiga taqiq qo'yilishi mumkin. Siz bunday mulkni sotib olmoqchi bo'lsangiz, bitim to'xtab qoladi. Ba'zan odam oldindan zaklat beradi, keyin taqiq borligi chiqadi. Shuning uchun oldindan pul berishdan oldin albatta huquqiy holatni tekshirish kerak. 6-nuans mening nomimda kadastr bor degan gap ham hamma narsani yopmaydi. Kadastr bor, lekin unda xato bo'lishi mumkin. Masalan, yer maydoni noto'g'ri ko'rsatilgan, obyekt manzili eski, uy rejasi amaldagiga mos emas. Mulkdor ism familiyasida xato bor. Pasport ma'lumoti yangilanmagan. Bular hozir kichik ko'rinadi, lekin sotish, meros, kompensatsiya, sud, bank krediti yoki garov vaqtida katta muammoga aylanadi. 7-nuans ko'p qavatli uylardagi umumiy mulk. Kvartira egasi faqat o'z kvartirasining egasi emas, balki umumiy mulkdagi ulushga ham ega. Zinapoya, tom, podval, lift, kommunikatsiyalar. Ba'zi odamlar podvaldan joy olib, ombor qiladi. Tomga xona quradi, zinapoya ostini yopib oladi. Bu har doim ham qonuniy emas. Qo'shnilar roziligi, boshqaruv kompaniyasi, uy-joy mulkdorlari shirkati yoki boshqa vakolatli organlar masalasi bor. Yangi tartiblar umumiy mulkka o'zboshimchalik bilan egalik qilish holatlariga ham ta'sir qilishi mumkin. 8-nuans kompensatsiya pulda beriladimi yoki boshqa joydan uy beriladimi? Bu holat vaziyatga qarab farq qiladi. Mulkdor sifatida siz baholash natijasini ko'rishga, unga e'tiroz bildirishga, mustaqil baholovchi xulosasini olishga, kelishuv shartlarini o'qishga, shoshilmasdan maslahat olishga haqlisiz. Men doim aytaman. Hech qachon bosh qog'ozga imzo qo'ymang, matnni o'qimagan hujjatga imzo qo'ymang, keyin to'ldiramiz degan gapga ishonmang. Imzo qo'yilgan hujjat keyin sizga qarshi ishlashi mumkin. Endi men sizga aniq amaliy qadamlarni aytaman. Birinchi qadam, mulkingizning hujjatlarini bir joyga yig'ing. Sizda quyidagilar bo'lishi kerak: mulk huquqini tasdiqlovchi hujjat, ya'ni oldi-sotdi shartnomasi, hadya shartnomasi, meros guvohnomasi, sud qarori yoki hukm qarori, kadastr pasporti yoki kadastr hujjatlari, davlat ro'yxatidan o'tganlik haqidagi ma'lumot, shaxsiy hujjatlar. Agar nikoh davrida olingan bo'lsa, nikoh guvohnomasi, kommunal va soliq to'lovlari bo'yicha ma'lumotlar. Agar qurilish yoki rekonstruksiya bo'lgan bo'lsa, ruxsatnoma va loyiha hujjatlari. Ikkinchi qadam, kadastrni tekshiring. Tuman yoki shahar kadastr bo'limiga murojaat qiling. Davlat xizmatlari markazi orqali so'rov bering yoki mavjud elektron xizmatlardan foydalaning. Siz quyidagilarni so'rashingiz kerak. Obyekt kimning nomida turibdi? Yer maydoni qancha? Bino maydoni qancha? Chegaralar qanday? Taqiq yoki cheklov bormi? Obyektning maqsadi nima? Kadastr xaritasida joylashuvi to'g'rimi? Agar siz elektron xaritada uyingiz chegarasi qo'shnikiga kirib ketganini ko'rsangiz, buni kechiktirmay aniqlashtiring. 3-qadam. Hujjatdagi va amaldagi holatni solishtiring. Hujjatda uy 20 kvadrat metr deb turibdimi? Amalda mimzaqasi kvadrat metrmi? Hujjatda yer 6 sotiqmi? Amalda 7 sotiq foydalanilyaptimi? Hujjatda faqat turar joymi? Amalda do'kon ham bormi? Mana shu farqlarni ro'yxat qilib yozing. Har bir farq bo'yicha mutaxassisdan so'rang. Buni rasmiylashtirish mumkinmi? Qanday tartibda? Qaysi idoraga murojaat qilish kerak? Jarima xavfi bormi? Loyiha kerakmi? 4-qadam. Meros masalasini yoping. Agar uy yoki yer vafot etgan ota-ona, bobo-buvi yoki boshqa qarindosh nomida qolgan bo'lsa, notariusga boring. Meros ishini ochish, merosxo'rlarni aniqlash, ulushlarni belgilash, meros guvohnomasini olish kerak. Agar merosxo'rlar o'rtasida kelishuv bo'lsa, uni hujjat bilan mustahkamlang. Og'zaki kelishuv ertaga nizo chiqsa, sizni to'liq himoya qilmaydi. 5-qadam. Sotib olayotgan bo'lsangiz, pul berishdan oldin tekshiring. Sotuvchidan kadastr hujjatini, mulk huquqi asosini, pasportini, nikoh holatini, qarzdorliklar bo'yicha ma'lumotni, taqiq yo'qligi haqidagi ma'lumotni so'rang. Notariusga borguningizcha katta pul bermang. Agar zaklat yoki avans berayotgan bo'lsangiz, albatta yozma shartnoma qiling. Unda summa, muddat, mulk manzili,
tomonlarning majburiyati bitim bo'lmasa pul qaytarilishi sharti aniq yozilsin. 6-qadam noqonuniy qurilish bo'lsa, yashirmang, maslahat oling. Ba'zan odam bildirmay turay o'tib ketadi deydi. Lekin hozir elektron xaritalar, dron tasvirlari, soliq va kadastr bazalari rivojlanib boryapti. Qurilish baribir ko'rinadi. Yaxshisi mutaxassisga borib rasmiylashtirish imkoniyatini oldindan aniqlang. Agar rasmiylashtirish mumkin bo'lsa, ariza bering, loyiha tayyorlang, tegishli xulosalarni oling. Agar mumkin bo'lmasa, vaziyatni sudgacha olib bormasdan hal qilish yo'lini qidiring. 7-qadam, davlat ehtiyoji uchun olib qo'yish haqida xabar kelsa, shoshilmang. Avvalo hujjatning aslini ko'ring. Qaysi organ chiqargan, nima asosda, qaysi hudud, qaysi loyiha, kompensatsiya tartibi qanday. Baholovchi xulosasini talab qiling. Mulk ro'yxatini to'liq kiriting. Uy, qo'shimcha bino, daraxtlar, devor, darvoza, ichki kommunikatsiyalar, biznes faoliyati bo'lsa, uning zarari agar narx sizga past ko'rinsa, mustaqil baholovchiga murojaat qiling. Advokat yoki huquqshunos bilan maslahatlashmasdan yakuniy kelishuvga imzo qo'ymang. 8-qadam, barcha murojaatlarni yozma qiling. Og'zaki gaplar keyin isbot bo'lmaydi. Kadastrga borsangiz, ariza nusxasini oling. Hokimlikka murojaat qilsangiz, kirim raqamini oling. Davlat xizmatlari markazi orqali topshirsangiz, kvitantsiyani saqlang. Telegramda yozishmalar bo'lsa, skrinshot qiling. Lekin rasmiy hujjat o'rnini bosmasligini biling. Har bir javobni saqlab boring. Sudga borishga to'g'ri ketsa, aynan shu yozma dalillar sizga yordam beradi. 9-qadam, soliq va kommunal masalalarni ham tartibga keltiring. Ba'zan mulk huquqi hujjati joyida bo'ladi, lekin soliq qarzi yig'ilib qolgan, kommunal hisoblar eski egasi nomida, manzil noto'g'ri. Bu narsalar ham keyinchalik savdo yoki rasmiylashtirishda muammo beradi. Shuning uchun mulk o'z nomingizda bo'lsa, hisoblarni ham o'z nomingizga o'tkazing. 10-qadam, hujjatlarni raqamli va qog'oz shaklda saqlang. Oldi sotdi shartnomasi, kadastr meros hujjati, sud qarori, baholash xulosasi, ruxsatnomalar, chizmalar, to'lov kvitantsiyalarini skaner qiling. Telefoningizda, fleshkada va bulutli xotirada saqlang. Qog'oz asl nusxalarini namlik va yong'indan himoyalangan joyda saqlang. Hujjat yo'qolsa tiklash mumkin, lekin vaqt, pul va asab ketadi. Men alohida ta'kidlayman, agar sizda hujjatlar toza bo'lsa, qonun sizni qo'rqitish uchun emas, himoya qilish uchun ishlaydi. Lekin agar hujjatlar chala bo'lsa, men bilmagandim degan gap muammoni hal qilmaydi. Hozir eng to'g'ri yo'l vahima qilish emas, tekshirish, aniqlash va rasmiylashtirish. Bugungi mavzuning eng muhim xulosasi shuki, yangi tartiblar qonuniy mulkdorni avtomatik mulkidan mahrum qilish uchun emas, mulk huquqi, yer, kadastr, noqonuniy qurilish va kompensatsiya masalalarini aniqroq tartibga solish uchun kerak. Ammo hujjati chala, merosi rasmiylashtirilmagan, qurilishi noqonuniy, chegarasi noto'g'ri yoki sotib olish bitimi notarial tasdiqlanmagan odamlar albatta hushyor bo'lishi kerak. Sizning eng katta himoyangiz bu to'g'ri hujjat, davlat ro'yxati, aniq chegara va yozma dalillardir. Agar sizda uy, yer, kvartira, do'kon yoki meros mulk bo'lsa, bugungi hujjatlaringizni tekshiring. Kadastrga qarang, mulk kimning nomida turganini biling. Qo'shimcha qurilishlaringizni aniqlang. Merosni rasmiylashtiring. Shunda hech qanday shov-shuvli xabar sizni qo'rqita olmaydi. Sizningcha bunday yangi tartiblar oddiy fuqaroni himoya qiladimi yoki aksincha odamlarni ko'proq ovora qiladimi? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing, yaqinlaringizga yuboring va kanalga obuna bo'ling. Men esa keyingi videolarda mulk, kadastr, meros va qonuniy huquqlaringiz bo'yicha eng muhim masalalarni sodda tilda tushuntirishda davom etaman.